Ey o'rtoqlar, sizlar ham ko'rdinglarmi? Internetda portlatayotgan modeli. Biz ham olib kirib qo'ydik. Sразу qo'limda ko'rsatib olmaslarga yengilgina Xitoydan primoy zakaz qilib yubordim. Eng kami Instagramda 350 ming so'm sotishayotgan ekan. Bilasizlar, sizlarni o'ylab qo'yaman. Xitoydan sразу zakaz qildim deb, mana klientlarim ham kiysin oyog'iga aynan mana shu krossovkadan deb 36 dan 40 gacha razmer olib kirib qo'yib, narxlarini qiziqyapsizlarmi? Narxlarini Hop, qiziqyapsizlarmi? 199 ming qilib qo'ydim, qaranglar. Eng kami 350 ming ko'rgandim. Sizlar necha pul ko'rgandinglar? Kommentga ham yozib qoldiringlar. Ko'rsanglar bo'ladi, birga bir lyuks kopiyasi, rasmga ham tushirib solishtirib ko'rib ham bo'ladi, qizlar. Shunaqa yengil qilib ishlangan, mana qushdek, oyog'inglarda yo'qdek turadi. Kiysanglar ham oyog'inglar mazza qilib yuboradi. Har xil rangda olib kirib qo'ydim. Bularni-chi tepada kiyim do'konimizga chiqib, kostyum-shimlar bilan ham, sportiv narsalar bilan ham moslab kiyib yuborsangiz zo'r turib qo'yadi oyoqda, qizlar. Qaranglar, menga rozoviy yoqqanligi uchun rozoviy paftor ovuraman deb. Nima qilay endi? Mana buni qaranglar. Qorani ham shunaqa asal qilib qo'yishibdi. Ha, aytgancha shunaqa pijaklarimiz ham bor. Shunaqa moslab pijaklarni ham kiyib yuborsanglar bo'ladi. 199 ming so'mga mana shunaqa Chanel krossovkalarimizni olib ketsanglar bo'ladi. Qiziljonlar har xil ranglaridan, har xil rasvetkalaridan 150 ming qo'ydingmi? olib kirib qo'ydik. Yana asabim buzuralar, borib kelib olib. 150 ming qo'ydingmi? Buncha qo'ydingmi? Ha, 350 ming emas, 199 mingga olib ketaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz ham bor, o'rtoqlar, shoshilinglar.